Endi yaxshi chiqibdi o'zi bilan. Assalomu alaykum hammaga. Seleskida joylashgan 10-maktabda voleybol klubimizning yangi filiali ochildi. Biz mana shu Sherdor voleybol klubimizga 10-maktabdagi filialimizga o'quvchi yoshlarni 10 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan yosh toifasida o'quvchi yoshlarni ham o'g'illar, ham qizlar yoshida qabul qilamiz. Yangi guruhlarimiz 1-apreldan boshlab ochilmoqda. Biznos musobaqalar o'tkazamiz. Har oyda o'zimiz shu Sherdor klub filiallari o'rtasida musobaqalar bo'ladi. Tumanlarda bor, shahar ichida 7-8 ta kanallarimiz bor. Shular o'rtasida o'zimizning biznos o'yinlar bo'ladi, ham sovg'alar ham yaxshi bo'ladi. Qanday zo'r shug'ullansangiz, zo'r mehnat qilsangiz, zo'r sovg'aga erishasiz. Nasib bo'lsa sizlar ham zo'r voleybolchi bo'lsanglar, siz o'zingiz Samarqand shahrida demak voleybol o'ynab oylik olishlaringiz. Bizlar xudo xolasa kelajakda yaxshi voleybolchilar bo'lib, ligamada o'ynaydigan sportchilar bo'lib yetishishni umid qilamiz.